Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun Rishtonimizda Miskin mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan, aylanasiga 7 ta uy solingan 8 sotuvdan iborat, ko'rishinglar mumkin, shifrlarigacha tayyor qilib, kelib remontini qilib ko'chib kelishga tayyor bo'lgan xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Birgalikda ichki ko'rinishlari bilan tanishib chiqamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, hovlimizning ichki ko'rinish variantlari ko'rishinglar mumkin. Baland qilib betonlarni qurib, zo'r aylanasiga uylarni qilishgan ekan. Yaxshi tomoni mana tomonlarda bemalol podval qilsangiz bo'lar ekan. Pol qilib turib, podvallariga ham sharoit moslashtirib ketilgan ekan. Do'stlar, egalarning aytishlari bo'yicha betonini o'ziga cho'kmasligi uchun, pasatga bermasligi uchun 90 million sarflab beton quydirishgan ekan. Tumbalarigacha bo'lgan beton ekan. Shu tomonni ham e'tiborga olib ketinglar. Yaxshi poxsachilarni olib kelib poxsa qildirishgan ekan. Nimaga poxsa qildirgansiz desam, poxsa o'zingiz bilasiz, Miskinda gaz yo'q, issiq bo'ladi deb poxsadan qilib zo'r 7 ta aylanasiga uylarni qilib shifrlarigacha qilib qo'yishgan ekan. Yaxshi tomoni hovlilariga e'tibor beramiz. Agarodda meva berib turgan, har oy kamida uka deyapti, 5 million, 6 millionlik har yili daromadi bor bu tomorqada deyapti. Ichki ko'rinishlarni bitta ko'ringlar. Puli bor musofirdagi akalar, qani sizlar, mana sizlarga Miskinda qoq markazi desa ham bo'laveradi. Sotuvga qo'yilgan 8 sotuvdan iborat. Pastda egalarning raqamlarini qoldirib ketamiz. Qiziqqanlar darrov kelib ko'rib yoqsa baraka qilib oladigan xonasi. Pul zarur bo'lib sotishyapti ekan. Mana shu super narxda $37,500. Do'stlar, narxi yoqqan bo'lsa, bitta 2 xona, 3 xonali kvartirani narxiga berib yuborilyapti. Qaytarib o'tamiz, $37,500. Qiziqqanlar tez kelib ko'rib yoqsa baraka qilib olinglar. Rishton uy-joyi sizlarga eng yaxshilarini tavsiya qilamiz. Bizni ijtimoiy tarmoq kanallarimizga a'zo bo'lishni unutmang.